mashinalar ham bor. Bu mana Redmi mashinasi mana. Voy, mana Xiaomi. Xiaomi mana anaqa iPhone yolib tashladi-yu. Xullas, telefon chiqarish bo'yicha Xiaomi shu mashinaga o'tib ketdi. Tiniqligini qani. Instagramga qo'yib yuboraman, xafa bo'lmaysiz. Ko'taradim. Eng qizig'icha qarang. Mana shu Xitoyliklarning o'zi mashina sanoati zo'r bo'lgani bilan mana bunaqa BMW, Mercedes, mana bunaqa Tesla, mana Volkswagen, mana bu даже anaqada Germaniyada уже men bo'lib ketdi-da. Volkswagen, das Auto. Volkswagen. Mana shunaqa mashinalar, mana qarang, Nissan, Honda, Nissan minishadi, mana Mi. Ana Xitoyliklarning o'zi mashina sanoati kuchli bo'lgani bilan ham mana shunaqa mashinalar minib yurishadi. Mana buni qarang, Mini Cooper. Mana shunaqa gaplar Xitoy podvolida qanaqa mashinalar bor degan video bo'ladi. Content.